sochini ukladka qiladi yoki sochini ozgina yoyib anaqa qilsa, o'ziga qarasa, makiyaj qilsa, san nima uchun bunaqa qilyapsan deb qaynana ash qo'l ko'tarib sochlarini kesib tashlaganda, o'g'il bilmasligi uchun yana keyin parikmahirga olib borib karaga kesib tashlagan. Sochi belidan bo'lgan. Qaynana baribir bo'lmang, adekvatniy bo'lish kerak. Bir xil qaynanalarga gapirganingiz bilan foydasi yo'q. Eriga gapirgan bilan ham foyda ko'rilmagan. Chunki erkak kishi ham emotsional onasiga juda ham bog'langan bo'lgan. Men aralashmayman bu narsaga, o'zingizlar hal qilinglar deb, даже onasiga nimaga unaqa qilyapsiz? Например, xotinini u qiz ham bolani ketidan kelgan-ku, shunga ishonib turmi? U ham kimdir qizi, kimdir farzandi. U hech kim uni podarka qilib anaqa qilmagan. Uni ham o'zini oilasida hurmati, o'rni bor, otasi bor, boshqa. Eri zimmasida uni himoya qilish. То есть erkak kishi xotini uchun turib berish kerak bunaqa vaziyatda. Oilasi uchun mas'uliyatni olmay, o'zinglar hal qilinglar deb onasiga gapirmang. Faqat xotinni bunaqa ezib yashab anaqa qilish noto'g'ri-da. Ajrashtirib olgandan nima naf onaga ham. Baribir u ham farzand bor-ku o'rtada. Farzandni ham o'ylamay, boshqa tug'dirib olasan, yoshsan degan tushunchalar bilan qaynanalar o'g'liga shunaqa qo'yyapti-da.